Inson huquqlarini himoya qilish avvalo mahalladan, odamlar bilan har kuni yuzma-yuz ishlaydigan xodimlarning bilimi va mas'uliyatidan boshlanadi. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida mahalla fuqarolar yig'ini profilaktika inspektorlari uchun inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlar va milliy qonunchilik mavzusida muhim seminar trening tashkil etildi. Tadbirda inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi direktori, Bolalar ombudsmanining Toshkent shahar bo'yicha mintaqaviy vakili, Ichki ishlar vazirligi akademiyasining professor o'qituvchilari hamda soha mutaxassislari ishtirok etdi. Mutasaddilar inson huquqlari standartlarini amaliyotda qo'llash, bolalar huquqlarini ta'minlash, gender tengligi, xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari hamda ushbu yo'nalishlardagi xalqaro tajribaning milliy qonunchilikka tatbiqi haqida atroflicha fikr almashdilar. Mana shu O'zbekistondagi hozirgi tinchlik, barqarorlik, O'zbekistonning yangi O'zbekiston qilayotgan ishlarda sizlarni munosib qilsanglar bor. Munosib o'rninglar bor. Agar bittasini o'yidan bitta narsasi o'g'irlansa, er-xotin urushib qolsa yoki ikkita qo'shni janjallashib qolsa, kimga keladi birinchi bo'lib? Profilaktika inspektoriga keladi. Profilaktika inspektori 24 soat xizmatda deyish mumkin. 24 soat. Tadbir yakunida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan jamoat xavfsizligini ta'minlash va mahallalarda huquqbuzarliklarning oldini olishda samarali mehnat qilib kelayotgan mahalla fuqarolar yig'ini profilaktika inspektorlari munosib rag'batlantirildi. Tinch mahalla, xavfsiz ko'cha va osoyishta hayot – bu barchamizning umumiy maqsadimiz. Bu yo'lda qonunni bilish, inson huquqlarini hurmat qilish va ularni amalda ta'minlash eng muhim omillardan biri hisoblanadi.